Toji kuchli bo'lgani uchun yolg'iz qolmagan. U boshidanoq keraksiz odam edi. Hamma undan nafratlangan joyda ulg'aydi. Qobiliyatsiz deb qarashdi. Klan ichida uni odam o'rnida ham ko'rishmadi. Va eng xavflisi nima bilasizmi? Bir vaqt kelib u ham o'zini shunday ko'ra boshladi. Shuning uchun Toji hech qachon yaxshi inson bo'lishga urinmagan. Chunki dunyo unga hech qachon yaxshi munosabatda bo'lmagan. Ba'zi odamlar yomon bo'lib tug'ilmaydi. Ularni shunchaki uzoq vaqt davomida sindirishadi. Toji pul uchun ishladi, odam o'ldirdi. Hamma narsani sovuqqonlik bilan qildi. Lekin ichida bitta narsani yashirib yurardi. U hech qachon o'zini kerakli insondek his qilmagan. Shu sababli u kuchni tanladi. Chunki ba'zan odamlar mehr topolmaganda qo'rqinchli bo'lishni tanlaydi. Tojini yaxshiroq his qilganimning sababi animeni o'zbek tilida Aniblada ko'rganim bo'ldi. Eng og'ir joyi esa boshqa. Toji butun umr Zenin klaniga qarshi yashadi. Lekin oxirida o'g'lini aynan o'sha dunyoga tashlab ketdi. Chunki ayrim odamlar travmadan qochaman deb o'sha travmaning o'ziga aylanib qoladi. Va bu Tojining haqiqiy fojiasi edi. Anime bo'yicha ko'proq kontent uchun obuna bo'ling.